Do'stlar, biz bugun Qo'qon shahriga tashrif buyurdik. Bugungi qahramonimiz o'zi ham mashhur, ovozi ham betakror. 5 ta ishdan chiqaman va shu yerda shu yo'lovchilar kabi mashina qarab turardik. Bu paytda bunaqa mashinalar qayoqda deysiz? Shu yerda turib yozilgan. O'taverar mashinalar, yo'ldan ulov arimaydi. Hamma mendan bezganmi yo, meni birov tanimaydi. Biri deydi yukim ko'proq, biri deydi kechir o'rtoq. Tanısang bas o'zing Alloh, meni birov tanimaydi. Biri deydi ozdirmoyim, birin yonida guloyim, jilmayib o'tar muloyim, meni birov tanimaydi. Onam ostonada toldi, quyosh ham ko'zdan yo'qoldi, uyda ovqat sovib qoldi, meni birov tanimaydi. Ko'z o'ngimga kelar o'g'lim, uyqusirab qo'ylar yo'lim, kechir o'g'lim, meni birov tanimaydi. Shivirlaydi baqaterak, tanishlardan yo'qdir darak, quruq shoir kimga kerak, meni birov tanimaydi. Tunning ko'zi ko'rdir o'ktam, sen hammadan zo'rdir o'ktam, peshonang sho'rdir o'ktam, seni birov tanimaydi. Ana shu she'r bilan Tohirbek Mahkam bilan ko'rishgan paytimizda shuni yo'lda emas, hayotda qilib yozib bering deyishdi. Keyin ikkinchi varianti yozilgan. Oqar suvday o'tar umr, dilimdan g'am arimaydi. Boy do'stlarim yuzim burar, meni birov tanimaydi. Birinchi aytilgan, qo'shiq qilib aytilgan she'rim shu. Shundan boshlaganmiz, mana o'shanga ham 30 yildan o'tyapti. Har kuni ishdan qaytish shunaqa o'zi ishlaydiganlar bor edi-da, ularning ichida shifokor ham bor, ichki ishlar xodimlari ham bor, zavodda ishlaydiganlar ham bor. Ishqilib juda ko'pchilik edik. Ana shunaqa. Ularning ham yoshlari yodiga tushayotgan bo'lsa ko'rib ehtimol.